1 iyuldan boshlab pensiya, nafaqa, hujjat topshirish, qayta hisob-kitob qilish va ayrim to'lovlarni olish tartibida ko'pchilik e'tibor bermasa, keyin pulidan, vaqtida to'lovdan yoki imtiyozdan ayrilib qolishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar kuchga kiradi. Men bugun sizga aynan shuni oddiy tilda tushuntirib beraman. Kim tayyor turishi kerak, kim xavotir olmasligi mumkin. Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Qayerga murojaat qilish kerak va eng asosiysi, qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak? Bu ma'lumot faqat pensionerlar uchun emas. Ota-onasi pensiya olayotgan farzandlar, nogironlik nafaqasi oluvchilar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar va pensiyaga chiqishga yaqin turgan fuqarolar uchun ham juda muhim. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Chunki bitta mayda tafsilotni bilmaslik ham keyin ortiqcha yugur-yugurga sabab bo'lishi mumkin. Avvalgi tartibda ko'pchilik pensiya masalasini juda sot ko'radi. Yoshim yetdi, mehnat daftarcham bor. Pensiya jamg'armasiga boraman, ariza yozaman, keyin pulim tushadi. Lekin amalda bu jarayon har doim ham shunchalik oson bo'lmagan. Kimdadir ish staji to'liq ko'rinmagan. Kimningdir eski korxonasi yopilib ketgan. Kimdir ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomani topa olmagan. Yana kimdir plastik kartasi yoki bank ma'lumotlari sabab to'lovini kech olgan. Ayrim holatlarda odam pensiyaga haqli bo'lsa ham hujjatdagi bitta xato yoki elektron bazadagi nomuvofiqlik sabab bir necha oy kutib qolgan. Endi 1 iyuldan boshlab asosiy e'tibor shunga qaratilmoqda. Pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar ko'proq elektron bazalar orqali tekshiriladi. Hujjatlarni aniqlashtirish talabi kuchayadi. Ayrim toifalar bo'yicha qayta hisob-kitob, to'lovni rasmiylashtirish va nazorat jarayoni tartibliroq yuritiladi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, agar sizning ma'lumotlaringiz tartibda bo'lsa, ko'p ishlar osonlashadi. Ammo agar pasofta ma'lumotlari, familiya, ish staji, bank kartasi, yashash manzili yoki nogironlik hujjatlarida nomuvofiqlik bo'lsa, 1 iyuldan keyin bu masalalar tezroq yuzaga chiqadi va ularni tuzatish talab qilinadi. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, oldindan tayyorlanish uchun aytyapman. Chunki pensiya tizimida eng og'ir holat nima? Odam oyma-oy olayotgan pulni kutadi, to'g'risi bor, kommunal to'lovi bor, bozordan xarid qilish kerak, nevarasiga yordam beradi. To'lov bir hafta kechiksa ham bu katta muammo. Shuning uchun har bir pensioner o'z hujjatini, kartasini, telefon raqamini, yashash manzilini va pensiya jamg'armasidagi ma'lumotini tekshirib qo'yishi kerak. Birinchi muhim masala pensiya to'lovlari va ularni olish tartibi. Agar siz pensiyani bank kartasiga olayotgan bo'lsangiz, karta muddati tugamaganini tekshiring. Juda ko'p odamlar shu oddiy narsani unutadi. Masalan, pensioner onaxon har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Kartasining amal qilish muddati iyun oyida tugagan, lekin u buni sezmagan. Iyulda pul tushadi. Ammo karta faol bo'lmagani sabab aniqlashtirishda muammo chiqadi yoki bankka borishga to'g'ri keladi. Bu yerda ayb nafaqat tizimda, balki oldindan tekshirmagan odamning o'zida ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har bir tomoshabinga aytaman, kartangizni hozir qo'lga oling, ustidagi amal qilish muddatini ko'ring, telefoningizdagi bank ilovasiga kiring, karta faolmi, bloklanmaganmi tekshiring. Ikkinchi muhim masala pasport yoki ID karta ma'lumotlari. Ayrim fuqarolarda eski pasportdagi familiya bilan yangi ID kartadagi yozuv bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, avval Abdullayeva deb yozilgan, yangi hujjatda Abdullayeva bo'lib ketgan. Oddiy ko'ringani bilan elektron bazalar bunday farqni boshqa shaxs sifatida ko'rishi mumkin. Natijada ish staji, nikoh guvohnomasi, bola parvarishi davri yoki ish haqi ma'lumotlari avtomatik ulanmay qoladi. Bu ayniqsa ayollarda ko'p uchraydi. Chunki turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan, keyin hujjatlar turli yillarda turlicha rasmiylashtirilgan bo'ladi. Uchinchi masala ish staji. Pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan eng asosiy narsalardan biri bu mehnat staji va ish haqi bo'yicha ma'lumotlar. Ko'pchilik men o'tgan yil ishlaganman, hammasi ko'rinadi deb o'ylaydi. Lekin 1990 yillar, 2000 yillarning boshidagi ish joylari bo'yicha ma'lumotlar har doim ham elektron bazada to'liq bo'lmasligi mumkin. Korxona tugatilgan, arxivga topshirilgan, nomi o'zgargan yoki hujjatlar noto'g'ri saqlangan bo'lishi mumkin. Agar 1 yildan keyin qayta hisob-kitob yoki aniqlashtirish kerak bo'lsa, sizdan arxiv ma'lumotnomasi so'ralishi ehtimoli bor. Shuning uchun ish staji bo'yicha shubhangiz bo'lsa, kutib o'tirmang, bir misol keltiraman.
erkak kishi 60 yoshga yaqinlashgan, jami 28 yil ishlagan deb hisoblaydi. Lekin tizimda 22 yil ko'rinadi. Nega? Chunki u ishlagan kichik zavod 1938 yilda yopilgan, ma'lumotlar elektron bazaga kiritilmagan. Agar u oldindan arxivga murojaat qilib ishga qabul qilingan va ishdan bo'shagan sanalari, lavozimi, ish haqi haqida ma'lumotnoma olsa, pensiya tayinlashda muammo kamayadi. Agar buni pensiyaga chiqadigan kuni boshlasa, bir oy emas. İlk 3 oy ham cho'zilishi mumkin. 4-masala nogironlik boquvchisini yo'qotganlik va boshqa ijtimoiy nafaqalar. Bu toifalarda hujjatlarning amal qilish muddati juda muhim. Nogironlik muddati uzaytirilishi kerak bo'lgan holatlarda tibbiy ko'rikdan o'tish, komissiya xulosasi elektron ma'lumotlar va ijtimoiy himoya organlari bilan bog'liq jarayonlar o'z vaqtida bajarilishi kerak. Agar hujjat muddati tugasa, to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Keyin qayta tiklanadi. Lekin bu davrda odam pul kutib qiynaladi. Ayniqsa dori-darmon oladigan parvarishga muhtoj insonlar uchun bu juda og'ir. 5-masala pensiyani boshqa odam orqali olish. Ba'zi keksalar o'zlari bankka bora olmaydi. Farzandi yoki qarindoshi orqali pensiya oladi. Bu holatda ishonchnoma bank tartibi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. O'g'lim olib keladi, doim shunday bo'lgan degan gap har doim yetarli emas. Agar to'lov nazorati kuchaysa, bank yoki mas'ul tashkilot rasmiy hujjat talab qiladi. Ishonchnoma muddat tugagan bo'lsa, pulni olishda muammo paydo bo'ladi. Shuning uchun har bir oila hozirdan tekshirsin. Keksa otaxon yoki onaxon nomidan pensiya olayotgan odamning hujjati qonuniy va amaldami? Birinchi navbatda pensiyaga yaqinlashayotganlar. Agar erkak kishi yoki ayol kishi pensiya yoshiga yaqin bo'lsa, men ularga kamida 6 oy oldin hujjatlarni tekshirishni maslahat beraman. Chunki pensiya faqat yosh bilan belgilanmaydi. Staj, ish haqi, toifada imtiyozlar, bola parvarishi davri, harbiy xizmat, o'qish davri. Ayrim hollarda zararli mehnat sharoiti ham hisobga olinishi mumkin. Bularning har biri bo'yicha hujjat bo'lishi kerak. Ikkinchi toifa eski korxonalarda ishlaganlar. Kolxoz, sovxoz, zavod, fabrikalar, qurilish trestlari, kichik xususiy korxonalar, tugatilgan tashkilotlar. Bu joylarda ishlagan odamlar mehnat daftarcham bor-ku deb o'ylaydi. Mehnat daftarchasi muhim, lekin ba'zan undagi murxira, sana noto'g'ri. Imzo tushunarsiz yoki korxona nomi arxivdagi nom bilan mos kelmasligi mumkin. Bunday paytda qo'shimcha arxiv ma'lumotnomasi juda katta yordam beradi. 3-toifa, familiyasi o'zgargan ayollar, turmushga chiqish, ajrashish, qayta nikoh, pasport almashtirish, tug'ilganlik guvohnomasidagi yozuvlar bilan hozirgi hujjatdagi yozuvlar farqi pensiya hisobida muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, ayol kishi 1985 yilda qiz familiyasi bilan ishga kirgan. 1990 yilda turmushga chiqib familiyasini o'zgartirgan. 2005 yilda yangi pasport olgan. Agar bu o'zgarishlar nikoh guvohnomasi va boshqa hujjatlar bilan bog'lanmasa, tizim stajning bir qismini tanimasligi mumkin. 4-toifa. Chet elda ishlagan yoki uzoq vaqt boshqa hududda yashagan fuqarolar. Agar odam bir viloyatda ishlagan, keyin boshqa viloyatga ko'chgan, keyin chet elga ketgan bo'lsa, ma'lumotlarni yig'ish murakkabroq bo'ladi. Ayniqsa rasmiy ishlagan davrlar, sug'urta badallari, mehnat shartnomalari, migratsiya hujjatlari alohida tekshirilishi mumkin. Bunday odamlar hammasi avtomatik chiqadi deb umid qilib o'tirmasligi kerak. Agar sizning pensiyangiz doimiy tushayotgan bo'lsa, kartangiz faol bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik yoki boshqa nafaqa hujjatlaringiz muddati amalda bo'lsa, siz vahimaga tushmasligingiz kerak. 1000 yil o'zgarishi hamma pensionerning puli to'xtaydi degani emas. Men shuni alohida ta'kidlayman. Rasmiy hujjatlar joyida bo'lgan. Tizimdagi ma'lumotlari mos bo'lgan odamlar odatda pensiyasini avvalgidek olaveradi. Lekin xavotir olmaslik, tekshirmaslik degani emas. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam bir necha yil tinchgina pensiya olib yuradi. Keyin karta almashadi, telefon raqami o'zgaradi, yashash joyi boshqa tumanga ko'chadi, lekin pensiya jamg'armasiga xabar bermaydi. Natijada keyingi tekshiruvda savollar paydo bo'ladi. Shuning uchun yaxshi holatda bo'lsangiz ham ma'lumotlaringizni bir marta tartibga keltirib qo'yish foydadan xoli emas. Endi eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, og'zaki maslahatga ishonish. Kimdir mahallada endi hammaning pensiyasi osharkan deydi. Boshqasi hujjat topshirmasang puling to'xtarkan deydi. Yana biri
faqat kartani almashtirish kerak ekan deydi. Bunday gaplarni eshitganda darhol vahimaga tushmang. Men har doim bitta qo'ydan aytaman. Faqat rasmiy manba pensiya jamg'armasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali bank yoki mahalladagi ijtimoiy xodim orqali aniqlang. Telegramdagi noma'lum xabar. Qo'shnining gapi yoki bozordagi mish-mish asosida qaror qilmang. Ikkinchi tuzoq, pullik yordam taklif qiladigan firibgarlar. Har safar pensiya yoki nafaqa bo'yicha yangilik chiqsa, ayrim firibgarlar faollashadi. Ular men sizning pensiyangizni oshirib beraman. Hujjatingizni tezlashtirib beraman. Kartangizga pul tushirish uchun kod ayting. SMS'dagi raqamni yuboring deb odamlarni aldaydi. Hech qachon bank kartangiz parolini, SMS kodni, mobil ilova tasdiqlash kodini hech kimga bermang. Hatto o'zini bank xodimi, pensiya jamg'armasi vakili yoki davlat idorasi xodimi deb tanishtirsa ham, rasmiy xodim sizdan karta paroli yoki SMS kod so'ramaydi. Uchinchi nozik masala, ortiqcha to'lov va qaytarish talabi. Ba'zan odam noto'g'ri hujjat yoki o'z vaqtida xabar berilmagan holat sabab ortiqcha to'lov olgan bo'lishi mumkin. Masalan, nafaqa olishga asos bo'lgan holat tugagan. Lekin fuqaro bu haqda xabar bermagan. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi so'ralishi mumkin. Shu sababli agar sizning holatingizda o'zgarish bo'lsa, masalan yashash joyi, oilaviy holat, nafaqa olish huquqiga ta'sir qiladigan sharoit o'zgarsa, buni yashirmang. Keyin katta qarz bo'lib qaytishi mumkin. 4-chi nozik jihat. Pensiya miqdorining qayta hisoblanishi. Ko'pchilik qayta hisob-kitob bo'lsa, albatta ko'payadi deb o'ylaydi. Har doim ham bunday emas. Agar yangi hujjat yuqoriroq ish haqi yoki qo'shimcha stajni tasdiqlasa, pensiya oshishi mumkin. Lekin agar avval noto'g'ri hisoblangan ma'lumot aniqlansa, savollar paydo bo'ladi. Shu bois hujjat topshirishda aniq, to'liq va haqiqiy ma'lumot berish kerak. Soxta ma'lumot nima? Noto'g'ri sana. Boshqa odamning hujjatini qo'shish juda xavfli. Bu faqat to'lovni to'xtatish emas, huquqiy javobgarlikka ham olib kelishi mumkin. 5-nozik masala, bankdagi xizmat haqlari va karta turi. Ayrim pensionerlar pensiya kartasidan qanday foydalanishni yaxshi bilmaydi. Kimdir pul tushishi bilan hammasini naqd qiladi. Kimdir bankomatda ortiqcha komissiya to'laydi. Kimdir boshqa bank kartasiga o'tkazishda xarajat qiladi. 1 iyuldan keyin tartiblar o'zgarganda yoki bank xizmatlari yangilanganda o'z bankingizdan aniq so'rang. Pensiya kartasidan naqd olish bepulmi? Boshqa kartaga o'tkazish qancha? Karta muddati tugasa bepul almashtiriladimi? SMS xabarnoma pullimi? Bu savollar mayda ko'rinadi. Lekin o'yga 1000 ming so'mdan ketaversa, yiliga sezilarli summa bo'ladi. 6-nozik jihat boshqa hududga ko'chish. Agar pensioner boshqa tuman yoki viloyatga ko'chib o'tsa, ro'yxatdan o'tish manzili, bank filiali tibbiy xizmat, ijtimoiy yordam bilan bog'liq ma'lumotlarni yangilash kerak bo'lishi mumkin. Masalan, otaxon Toshkent viloyatidan Samarqandga farzandinikiga ko'chib bordi. Pensiya kartaga tushaveradi. Lekin qo'shimcha ijtimoiy yordam, mahalla orqali beriladigan yordam, tibbiy ko'rik chaqiruvi eski manzil bo'yicha ketishi mumkin. Keyin menga hech kim aytmadi degan vaziyat bo'ladi. Shuning uchun ko'chgan bo'lsangiz, manzilingizni rasmiy yangilang. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, mehnat daftarchasi, nikoh yoki ajralish guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat, nogironlik bo'yicha xulosa boquvchining yo'qlik hujjatlari, harbiy xizmat hujjati, o'qish yoki ish haqi ma'lumotnomalari bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Men buni oddiy papka deb qarashni tavsiya qilmayman. Bu sizning pulingiz, huquqingiz va tinchligingiz papkasi. Ikkinchi qadam, ma'lumotlarni solishtiring. Hujjatlarda ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana bir xil yozilganmi? Mehnat daftarchasidagi familiya pasportdagi familiya bilan mosmi? Agar mos bo'lmasa, uni tasdiqlaydigan hujjat bormi? Bank kartasidagi ism sharif to'g'rimi? Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizdami? Ba'zan pensionerning bank ilovasi farzandining telefon raqamiga ulangan bo'ladi. Bu qulay ko'rinadi, lekin keyinchalik tasdiqlash, xabar olish yoki xavfsizlik masalasida muammo tug'dirishi mumkin. 3-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Agar sizda staj bo'yicha shubha bo'lsa, mening ish stajim tizimda to'liq ko'rinadimi? Pensiya hisobimda qanday ma'lumotlar turibdi? Qo'shimcha hujjat kerakmi deb so'rang. Ariza yozishdan qo'rqmang.
og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Zarur bo'lsa yozma murojaat qiling va javobni saqlab qo'ying. 4-qadam arxiv ma'lumotlarini oldindan oling. Agar eski korxonada ishlagan bo'lsangiz, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Arizada qaysi yillarda, qaysi tashkilotda, qaysi lavozimda ishlaganingizni yozing. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, eski nomini ham, esingizda bo'lgan yangi nomini ham ko'rsating. Masalan, 1997 yildan 1995 yilgacha falon qurilish boshqarmasida suvoqchi bo'lib ishlaganman. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shash buyruqlari hamda ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma kerak deb yoziladi. Ma'lumot qanchalik aniq bo'lsa, arxiv topishi shunchalik oson bo'ladi. 5-qadam bankka borib kartangizni tekshiring. Karta muddati, PIN kod, SMS xabarnoma, mobil ilova, naqd olish imkoniyati, ishonchnoma orqali olish tartibini aniqlang. Agar pensionerning o'zi bankka bora olmasa, bankdan uyga xizmat yoki ishonchnoma tartibi haqida so'rash mumkin. Lekin buni rasmiy yo'l bilan qiling. Hech kimga kartani va kodni berib yubormang. 6-qadam. Telefoningizga keladigan xabarlarga ehtiyot bo'ling. Agar sizga pensiyangiz oshdi, havolaga kiring. Kartangiz bloklandi, kod yuboring. 1 iyulgacha ro'yxatdan o'tmasangiz pulingiz to'xtaydi degan SMS yoki xabar kelsa, havolani bosmang. Avval rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling yoki bankka boring. Firibgarlar aynan shunday mavzulardan foydalanadi. Chunki ular biladi, pensiya masalasi odamlar uchun og'riqli va shoshilinch. 7-qadam. Oilaviy tarzda nazorat qiling. Agar siz farzand bo'lsangiz, ota-onangizning hujjatlarini tekshirishga yordam bering. Ko'pchilik keksa odamlar bank ilovasini, elektron portalni yoki SMS xabarlarini tushunmasligi mumkin. Lekin yordam beraman deb ularning kartasini o'zingizniki qilib olmang. Hujjatlarni yashirmang, pulni nazoratsiz ishlatmang. Bu nafaqat axloqiy masala, balki huquqiy masala hamdir. Pensionerning puli uning o'z ehtiyoji uchun sarflanishi kerak. 8-qadam har bir murojaatni qayd eting. Qachon qayerga bordingiz, kim bilan gaplashdingiz, qanday hujjat topshirdingiz, ariza raqami qanday, javob qachon beriladi. Bularni daftar qilib yozib boring. Bu ayniqsa keksa odamlar uchun foydali. Chunki idoraga 2-marta borganda oldin kelgandim deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. Qo'lingizda ariza raqami yoki qabul qilgan sana bo'lsa, masala ancha aniq yuradi. Birinchi vaziyat, onaxon 25 yil maktabda ishlagan, keyin 10 yil uyda bola parvarishi va oilaviy sabablar bilan ishlamagan. U pensiya miqdori kam chiqayotganidan norozi. Tekshiruvda ma'lum bo'ladiki, uning 1992-1996 yillardagi ish haqi ma'lumotlari hisobga olinmagan. Agar u arxivdan ish haqi ma'lumotnomasini olsa, qayta hisob-kitob qilish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Lekin bu o'zidan bo'lmaydi. Ariza, hujjat va rasmiy tekshiruv kerak. 2-vaziyat, otaxon pensiyasini kartaga oladi, lekin kartani nabirasi ishlatadi. Nabira telefoniga kelgan kodlarni ham o'zi oladi. Bir kuni karta orqali noma'lum to'lovlar ketadi. Otaxon bankka bo'lsa, operatsiyalar tasdiqlangan bo'lib chiqadi. Shuning uchun men doim aytaman, pensionerga yordam berish boshqa, uning moliyaviy xavfsizligini qo'ldan chiqarish boshqa. Karta egasi imkon qadar o'zi nazorat qilishi, ishonchli odam ham hamma kod va parolni bilmasligi kerak. 3-vaziyat. Ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan, lekin eski mehnat daftarchasida qiz familiyasi qolgan. Pensiya tayinlashda tizim stajini to'liq bog'lay olmaydi. Muammo yechimi oddiy nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat va mehnat daftarchasi birga taqdim etiladi. Lekin agar nikoh guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa, FSHD orqali duplikat olish kerak bo'ladi. Bu ham vaqt oladi. Shuning uchun buni oxirgi kunga qoldirmang. 4-vaziyat, nogironlik nafaqasi oluvchi fuqaro tibbiy ko'rik muddatini o'tkazib yuborgan. U baribir kasalligim o'zgarmagan-ku deb o'ylaydi. Lekin tizim hujjat muddatiga qaraydi. Hujjat muddati tugagan bo'lsa, to'lovni davom ettirish uchun yangi xulosa kerak bo'ladi. Bu yerda insonning ahvoli emas, avvalo rasmiy hujjatning amalda ekanligi muhim. Shuning uchun tibbiy komissiya sanasini kalendarga yozib qo'yish kerak. 1 iyuldan keyingi o'zgarishlarning asosiy mazmuni shuki, pensiya va nafaqa masalalarida ma'lumotlar aniq, hujjatlar tartibli. Bank va shaxsiy ma'lumotlar yangilangan bo'lishi kerak. Kimning hujjati joyida bo'lsa, u vahimaga tushmasin. Kimda staj, familiya, karta, manzil, nogironlik muddati yoki arxiv ma'lumotlari bo'yicha savol bo'lsa, hoziroq harakat qilsin.
kutish, mish-mishga ishonish va oxirgi kuni yugurish eng katta xato. Men sizga ekspert sifatida eng muhim maslahatni beraman. Bugun hujjatlaringizni tekshiring, kartangiz muddatini ko'ring. Shubhali joy bo'lsa pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Barcha javoblar yozma yoki rasmiy shaklda saqlang. Shunda 1 iyuldan keyin ham pensiya va nafaqangiz bo'yicha ortiqcha muammo kamayadi. Agar sizda pensiya, staj, karta, nafaqa yoki hujjat bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi o'zgarish sizni ko'proq xavotirga solyapti? Albatta fikringizni bildiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki keyingi videolarda men pensiya hisoblash, stajni tiklash va nafaqalarni rasmiylashtirish bo'yicha yanada muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman.